Biz Farg'ona viloyati Oltiariq rayonini markazidan kelganmiz. Koinot Kavsar olami sanatoriyasiga birinchi marotaba kelishim. Atrofda bularni ta'rifini eshitib keldik. Kelib, bu yerda endi mana 3-kuni kelgan edik. 5 kun dam olib, yana 5 kunga qo'shtirib, yana lichenelar davom ettiryapmiz. Bu yerdagi birinchi o'rinda ishchi xodimlarni muomalalari, vrachlarni bizga qilgan muolajalari, mana shulardan hammasidan xursandmiz. Muolajalar massaj o'yapmiz, vanna o'yapmiz, tez lichenelarda barcha nimalarini o'yapmiz. Vrachimiz nimaga yozdi? Davleniya chiqib turardi menga. O'shanga sistema yozishgan, 5 kundan beri o'sha nimalarda o'yapman. Yo'q, yaxshi. Ancha sog'lig'im tiklanganini sezyapman. Xudoga shukr. Xursandmiz. Hammani taklif qilamiz, hammani. Iloyim kelib, shetlarga kelib, damlarni olishib, sog'liqlarini tiklashib, o'zlarini qadrlariga yetishib, sog' salomat, ulug' yoshlarga, ulug' martabalarga, qarilikka sog'lom yetib borishda niyat qilib yashaymiz.